Manzura opa, qandli diabetda ro'za tutish mumkinmi? Qandli diabet birinchi turida ro'za tutish mumkin emas. Qandli diabet ikkinchi turida esa insulin terapiya oladiganlarga ro'za tutish mumkin emas. Agar qandli diabet ikkinchi turida buyrak, yurak yetishmovchiligi, agar buyrakda kreatinin tanachalari oshib ketgan bo'lsa, unda ruxsat bermaymiz. Qandli diabetda ayrim turlarida qondagi qand miqdori juda ham tez tushib ketadigan bo'ladi. Ya'ni 3.9 dan tez gipoga tushib qoladigan holatlarda yoki qondagi qand miqdori 20 dan oshib ketadigan, ya'ni giperglikemiya holatlarida ham ro'za tutishga ruxsat bermaymiz. Deylik, xuddi shunaqa holatdagi bemorlar ro'za tutishdi. Ularda nima holatlar bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda ro'za tutganda insulin olgandan keyin tezda qondagi qand miqdori tushib ketadi. Koma holatiga, gipoglikemik koma holatiga ham olib kelishi mumkin. Agar ro'za tutdi, unda organizmda suvsizlanish ketadi. Suvsizlanganda buyrakdan tez-tez siydik chiqib turishi kerak. Ana ularda vaqtida suv kirmaganligi oqibatida qonda kreatinin miqdori oshib ketish hisobiga keton tanachalari paydo bo'lib, ketoatsidozgacha ham olib kelishi mumkin. Ya'ni o'tkir buyrak yetishmovchiligi holati kelib chiqadi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar albatta endokrinolog konsultatsiyasiga kelib, laborator va instrumental tekshiruvlardan keyin endokrinolog agar ruxsat bersa, ro'za tutishni keyin ro'za tutsalar bo'ladi.